Hurmatli obunachilar, video murojaat bilan chiqib turibmiz. Aziz yurtdoshlar, qisqacha Bog'ot avtosavdoni birinchi filialidan ikkinchi filialidan kerak bo'lib turgan mashinalar. Hurmatli obunachilar, klientlar ko'p keladi. Savdo zo'r bo'lib turibdi. Bitta ko'p hozir bizlarga 80-90% mashinani egalardan yemaga qaradi. Egalar berib turibdi. Shularni bergan mashinalarni chiroyli qilib ko'rib o'tiribsizlar, savdo qilib berib o'tiribmiz. Bank o'zlarimizda bor. Geladi klient şunun özünde dokument sistemasını bitirip kreditini işlep verip oturupuz. Nexia 1 bolam, Nexia 2 bolam. Hemen maşının 2000 yıldan ta 2025 yılgacha bo'lgan maşinani avtokreditga chiqarib beramiz. Keyin bizlar az ko'p mashina yetmay turgani sababi damazlara vibri kam bo'lib turibdi. Ko'p klientlar keladi, lekin bir xil damaz bo'lib turibdi. Şöyle damaz bo'lsa sizlarda sotiladi, akkalashni so'rab qolaman, akkasangiz kelishsak maqtaq qilamiz. Siz bilan bizga kelishmasak sotib beramiz do'stlar. Qo'ldan gelince akkasanizda naqdalamiz, gelishmasak sotib beramiz. Ish qilib aytib turibmiz, ishlaringizni qisqa va tez vaqt ichida bitiramiz. Bu yerda yana Nexia'ning savdosi, hurmatli obunachilar. Bu yandan yana 3-4 mashina savdolashib turibdilar. İçeride hozir 2 Nexia sotildi kreditga. Shuni dokumenti ishlamay o'tdilar. Açakimiz ko'rib turibsizlar. Mashina akkeldingiz, bizlarga berdingiz, pulini berdingiz. Ana klient keladi. Ma'qul bo'lsa sirazi kredit qilib desa, kreditini to'lab beramiz. Durar desa, durar qilib beramiz. Ish qilib qo'ldan kelsa 1 oy, yarim oy nima deyapmiz? Azroq pullar yetmasa, uni ham qilib beramiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelincha kelsangiz-da, mashina olacakmisiz, ishlaringiz tez va qisqa vaqt ichida bitiramiz. Ham desa, ega bilan oluvchining o'rtasida turganimizdan keyin u o'rtasida lishni bir so'm pul ishlanmaydi. Aytchakim qaranglar. Ega bilan gaplashtiramiz primo. Narx bir yere gelgandan keyin kredit bo'lsa kredit, naqd bo'lsa naqd, barter bo'lsa barter, shu yerda savdo qilamiz, xudo xolasa. Mashinalar vibr ko'p, Kobultlar har xil turidan bor. Keyin Kobultlar har xil turidan-da 2014-2015 yil Kobultlar kam bizda aziz yurtdoshlar. Shuni sotiladigan Kobult avtomobillarimiz bo'lsa olib kelishni so'rab qolaman. Ko'p klientlar so'raydi bizda shuni Kobultlarni. Keyin yana tushuntiraman. Lasettilar kam, Lasettilar ham yo'q, hurmatli obunachilar. Birinchi filialdan, ikkinchi filialdan kam bo'lib turgan mashinalar aytib turibman. Bemalol sotiladigan mashinalar bo'lsa tavsiya qilaman. Farqi yo'q, nechik mashina bo'lsam olib kelishni so'rayman. Ikkisingizga kelishsak, naqdlanasiz bo'lmasa sotib beramiz. Sotib beraringlar, butun aytib turibman. 80%, 90% mashina, masalan, shu o'zimda 100 mashina, premierni 100 mashina bo'ladigan bo'lsa, shuni 80 ni egadan bo'lib turibdi. Eganing mashina ko'p kelib turibdi hozir aziz yurtdoshlar. Masalan, bugungi bo'lgan savdomiz 14, hozir 2 satıldı. 16 mashina satılib turibdi. 16 mashina. 16 mashinadan qaranglar endi. Ya ikkisi ya uchisi olib sotar mashinalar sotilgan, qolgani tushuninglar. Qolgan 13-12 mashina egani mashina sotilib turibdi, hurmatli obunachilar. Ko'rib turibsizlar? Masalan, qo'ydingiz, haftayacha uji savdo qilib beramiz aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa. Chiroyli qilib reklama qilib savdo qilib beramiz. Bizga uslubimiz esa 1 million bo'ladi. Bize satıp berganimiz 1 million so'm pul bo'ladi. Endi bu 1 million ham ko'p odamga ko'p bo'lib tuyulishi mumkin, lekin o'ziga yarasha rasxoti bor. Shuncha bola ishlaydi. 20 ga yaqin bola ishlaydi bu yerda. O'ziga yarasha rasxoti bor. Shu sababdan shuning stavkamiz bor. Tavsiya etaman, Bog'ot avtosavdoni birinchi filialdan, ikkinchi filialdan nomerini qoldiraman. To'liq yana dolch ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol shu pastdagi raqamlar bilan bog'lanib ma'lumot olaverasizlar. Kelaverasizlar, rahmat, avtosavdoni kutamiz.